Assalomu alaykum yurtdoshlar. Al-Xorazmiy ko'chada 3-etajda 98 kvadrat metr 3 xonali kvartira sotuvga chiqdi. Chotki sostoyaniyada kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar. Like'larni bosinglar, girib ichkari qismini tanishtirib beramiz. Qani ketdik. Do'stlar, kvartiramizga yetib keldik. Bismillah. Girgandan yana shunday koridor, bu tomonimiz ochiq. Dalan ko'p-ko'plar, yog'och pol, aynalar sifatli, akva plastik ramlardan divorlarimiz abo'y qilingan, patologlarimiz ham chiroyli ishlangan bo'ladi. Do'stlar, xonadonimiz bir fayzli xonadon, oila yashab o'tirgan. Girgandan bu tomonda rakovinasi, prixojniy mebeli. Maksimal sharoiti bilan sotib chiqqan. Ayrim bir yaxshi maqsadlarga ko'ra bir yandan spalniyadan boshlab tanishib kelaveramiz. Bu tomonimizda yana spalniya yo'lning ustiga qaragan bo'ladi. Endi bu yerda yana abo'ylar tortilgan, patologlar ham ishlangan. Detskiy spalniya shkaflar gitadi ekan. Bu yerda sanuzelimiz, ichida hojatxonasi, rakovinasi, vannasi, dapotilka, kafel urilgan. Issiq sovuq suvdan muammo yo'q. Bu tomonda yana bir xonamiz, yurtdoshlar, konditsioneri bor. Verandasi ochiq bo'ladi, bilasizlar, qo'shilgan bo'ladi. Abo'ydan chiqqan, chiroyli dizaynda ishlangan bo'ladi. Eshitish tizimlari, registrlar o'rnatilgan. Konditsioner bor. Do'stlar, yog'och eshik bo'ladi. Xiva yarma kapılardan. Bir yerda oshxonamiz yurtdoshlar. Bu yerda o'tirib ovqatlanadigan sharoit ham bor. Ya'ni bu yerda ploshit yetarli, stol qo'ymaka. Bu yer shkaflari, posuda, masuda, kerakli anjomlarni qo'ymaka. Холодильник yetadi ekan. Do'stlar, kuxnyada maksimal sharoit ko'rishingiz mumkin. Bunda aynadan qarasak, уже зеленая zona. Двухконтурный настенный котелlar, Ariston, suvni isitish qozoni va vechishkasi, gaz plitasi. Do'stlar, joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Urganch Sharqoq markazida maktab, bog'cha, gaz, suv, svet, transportlardan muammosi yo'q. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastdagi nomerlari narxi ekranda yozib qoldiriladi. 98 kvadrat metr общий площадь. Aytib o'tmoqmiz, to'g'rida kladovishni xonamiz ham bor ekan. Aluvchilarga nasib etsin, like'larni bosib beringlar yurtdoshlar. Keyingi videoklarimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling, salomat bo'ling.